going down like. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Masim. Xullas do'stlar, bugun yana o'sha Skibidi apokalipsisdamiz. Do'stlar, do'stim Yorqin bilan men 3 kungina yo'q, 3 kundan oshiq 3 hafta tirik qoldik. Bugun 3-haftaning 3-kunida. O'shanga nima deb ketdim mayli. Yorqin, biz xaritadan ko'ryapmiz, qayoqda nimalar bor. Bizga ovqat kerak, o'ljalar kerak, qurol kerak. Shularni xaritadan ko'rayotgandik. Bo'lmasa sizlar videoga like, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xullas Yorqin, eshit, mana u savdo markazining yonida yana bitta do'kon bo'lishi kerak edi. O'sha yerga borib ko'ramizmi? Nima deysan? Mayli. Eshitdingmi? Bizni kimdir chaqiryapti. Yo'q, kim chaqirishi mumkin? Bizdan boshqa tirik qolganlar bor ekanmi? Hozir qaraychi. Yo'q, tirik qolganlar qara. Yo'q, tirik qolganlar bor ekan. Yorqin, ana yerda pastda bitta ko'k kiyimli yigit va bitta bola turibdi. Men bilmayman, ko'k futbolkali. Bilmasam, ular bilan gaplashib ko'rish kerak. Bizani chaqirishyapti-ku. Bilmasam, mayli, bo'pti, pastga tushib gaplashib ko'raman. Ularga nima kerak? Narvon qayerda edi mana? Yo'q. Pastga tushamiz. Hoy, sizlarga nima kerak? Qani bu yerdan ketinglarchi. Yo'q, bizni eshiting, iltimos. Biz tirik qolganlarda biz shahardan chiqib keta olmadik. Tirik qolganlarni ko'rib, biz komanda tuzishga qaror qildik sizlar bilan. Yo'q, shoshmanglarchi, men hozir. Yo'q, qanaqa komanda yoki jamoa. Mayli, bizga qo'shilmoqchisiz, eng muhimi. Ha, sizga qo'shilmoqchimiz, iltimos. Yo'q demang. Biz ham tirik qolganlardan ishonsangiz bo'ladi. Ishonsam bo'ladimi? Bilmadim. Bilmasam mayli, lekin mayli, bo'lmasa sizlarga ishonaman. Qurollar bormi? Otishni biladiganlar bormi orangizda? Ha, biz otishni bilamiz va bitta qiz otishni biladi. Qiz? Qizlar ham bormi sizlarda? Ha, mayli. Bu biz singillarimiz. Demak sizlar aka-singilsiz. Tushunarli. Eng kattangiz kim? Ben. Siz Steve'misiz? Ha, bo'ldi. Steve. Demak siz kattasiz. Ukangizni ismi nima? Ukamni ismi Barry. Tushunarli, janob Barry, mayli. Bo'lmasa mayli, hozir chiqaman. Mayli, bo'pti. Xullas, bazaga kiraveringlar. Mayli. Mashina ham bormi? Ha, bor. Bir marta haydab ko'rsam maylimi? Prosta ishonch hosil bo'lish kerak mashina ishlashiga. Ha, bo'lmasa kela olmasdik-ku. Bo'pti, mayli. Sizlar ichkari kiravering. Yuqorida sizni bitta bola kutib oladi, oq kiyimli. Yo'q, yaxshi ham ishlayapti. Lekin qarilayapti. Shunisi bor, mayli. Yo'q. Qashiyda qo'ydim, mayli. Ahamiyati yo'q. Bab shaharda hech kim yo'q. Xullas, bazaga kiringlar. Tepaga chiqsanglar, 2-qavatda bitta bola kutib turibdi sizlarni. Chiqib oldinglarmi? Mayli. Mana do'stim, Yorqin, eshit, bular yangilar ekan. Bizga qo'shilmoqchi. Menimcha deganim ma'qul. Biz ko'pchilik bilsak, apokalipsisdan ham chiqib olamiz. Shahardan chiqishga ulgurishmabdi. Xuddi bizlar kabi. Ha, menimcha to'g'ri ish qilamiz qo'shib. Menimcha yaxshi ish qildik, ko'payishdik. Xullas, tanish Steve, Barry, qizlarning ismini bilmayman. Orqamdagi oq kiyimli qiz ismi Kate. Yonimizdagi qiz ismi Gumi. Gumi va Kate. Yaxshi, Gumi va Kate qizlarning ismi shunday. Steve va Barry. Tushunarli. Bo'lmasa o'tirib turinglar o'sha yerga, yoki palatkalaringiz bo'lsa, ana u yerga tuzanglar. Palatkalar. Sig'masa qayoqqa? Mana shu atroflar mana qutilarni oldingami? Yo'q, bilmayman, nimadir qilish kerak. Xo'p, bo'lmasa nima qilamiz? Yorqin, hozir birinchi o'rinda mana shu ovqat magaziniga tushamizmi? Ha, agar qolgan bo'lsa. Tushunarli, bo'pti. Bo'lmasa mana bularga yordamlashib yuboraylik, do'stlarimizga, yangilarga keyin esa nima qilamiz? Nima deysan? Kimdir lekin ba'zida qolish kerak. 2 kishi yo 3 kishi. Qizlarni bilmadim, qizlar menimcha borilishmasa kerak. Qizlarni bittasi otishni bilar ekan, qolgani nima qilar ekan? Men bilan kim boradi? Borasizlarmi? Barry yo Steve? Qizlar menimcha qolgani ham ma'qul. Ba'zida yo'q.
Yorqin, menimcha sen ham qo'yganing yaxshi. Ba'zi insonlar bularga ishonib bo'lmaydi. To'rt bo'lishlari mumkin. Ular ko'pchilik, biz esa ikki kishi. Hozircha ishonmagan ma'qul. Ha, mayli, bo'pti, men qolaman. Do'stlar, yorqin qo'yapti. Yana kim qolishni xohlaydi? Men. Beri, sen qolasanmi? Men bilan ketasan deb o'ylardim. Mayli, bo'pti. Kim men bilan boradi? Stiv, borasizmi? Mayli, bo'pti, boraman. Mayli, bo'pti. Qolgan qizlar esa qoladi. Bo'pti, Stiv, men sizni pastda kutaman. Mashinada boramizmikin? Mayli, bo'pti. Stiv, mashinada kutaman. Ketdik. Bazani yopib ketamiz. Xo'sh. O'tiramiz. Stivni kutamiz endi. Stiv qachon chiqarkin? Shunday qilib, do'stim va men tirik qoldik, Stiv. Ha, bog'lilar ketdi. Ha, yo'ma-yo, ana yerga qarang, Skibidis. Ha, yo'q, rostdan ham bu istakanlaring to'rttaga. Ha, biz manzilga yetib keldik. Ha, to'g'ri aytasiz, manzilga yetib keldik. Hop, mashinani qo'ydim. Hop, tepaga chiqib turing, men ularni mazasini qochiraman. Hozir ko'rsatib qo'yaman ularga. Yurmaslar. Stiv, tepaga chiqing. Hozir yaqinlashaman. Ko'rsatib qo'yman senga. Olma-yu, ko'rsatib qo'yaman-da sizlarga. Mana, o'qlab oldim. Ko'rsataman sizlarga. Mana. Yaxshi ko'rsatib qo'yaman. Tepaga chiqdingizmi? Tepada hech narsa yo'q. Pastni qarang. Yaxshi. Skibidislar. Sizlarga ko'rsatib qo'yaman-da. Yo'ma-yu. Mayli, tepada kameraman bor ekan. Xo'sh. Tepadamsiz, Stiv? Ha. Hozir. Mana shuncha nimalar. Ko'ring. Mana shuncha qoplar. Stiv, pastga tushing. Yo'ma-yu, qo'rqitib yubordingiz. Sal nima o'z chiqib keling, qo'rqitib yubordingiz. Ha, bu yerga endi kirmoqchi bo'lib turuvdim. Ha, tushunarli. Lekin kech qolibsiz. Bu yerdan durbin. Kerak bo'ladi bizga. Xalta, mana shuni olish kerak, xaltani. Kerak bo'ladi. Yo'may, sandiqlarni tichish kerak. Yo'ma-yu, go'sht-ku bu axir. Mana senga buni shakar. Tayyor ovqatlar topdim. Nima? Axir biz tirik qolamiz. Qancha ekan? Hammasi bir stak. Juda ham ko'p degani, bilasizmi? Tayyor ovqatlar tepalarni ham. Yo'ma-yu, bizga bu butun nimadan chiqishga yetadi-ku. Menimcha endi ovqatdan nima qilmasak ham bo'ladi, muammo. Problema ham chiqmaydi. Non ham 64 ta. Juda ko'p. Shu paytgacha nima qilmaganiga qo'yilman nonni. Nima deydi? Nima? Zangmi? Shunaqa. Zangmi nimadir. Bu yerda uskunalar bor ekan, bolta, kirkalar. Ajoyib, bularning hammasi ishlatsak bo'ladi. Suv ham bor ekan. Xo'sh, men invertarimda bitta joy qolibdi invertarimda. To'xtang, invertarimga sig'dirsa bo'ladimi? Yo'q, nimalarni sig'dirsa bo'ladimikan? Xo'sh, nimani so'sam ekan nimaga? Xo'sh. So'sam to'lib qolyapti. Mayli, zato olamiz suvlarni. Yaxshi. Menimcha to'ldi. Xo'sh. Qolgan suvlarni o'zingiz olarsiz. Ketdik, men sizni mashinada kutaman. Yo'ma-yu. Chiqa qoling. Mashinada kutaman. Xo'sh, o'tiramiz endi. Mashinani mana shu yerga qo'ydim. Stiv tepada meni kutyapti. Stiv, men chiqyapman. Do'stlar. Yorqin, bolalar yaxshi. Shu yerdamisiz do'stlar? Bu yorqin, biz juda ko'p ovqat topdik. Bu nimadan karantindan chiqishga vashshe ko'p. Koronavirus. Skibidi apokalipsisdan. Virus tarqalgani shunaqa. Xullas, ovqatlarni hammasini yashikka qo'yaman, bochkaga. Mana shunga yo'ma-yu, revolver.
O, mana zajgalka, meni pullarim, ovqatlarni mana shu yerga qo'ydim. Yegiz kelganlar olib yeveringlar. Xo'sh, mana shu kartoshka ham bor edi, xaltani ichida yaxshi. Suvlarni ham solib qo'yganman yorqin. Yaxshi, xo'sh, mana. Xaltani mana bitta qo'ysammikin? Yo'q, olmoslarimiz o'tgan qismda topgandek. Xo'sh, bolalar, endi nima qilamiz? Yigitlar bilan jang qilish kerak. Men snayperlik qilaman. Snayperim qani men? Qayerda? Yigitlar ko'rinmayapti cho'ti. Yo'q, mana. Orqalarni ham qarab qo'yish kerak, yana hujum qilib qolishmasa. Mana aytgandim-ku. Men hozir ko'rsatib qo'yaman ularga. Tegmayapti. Yo'q, ikkita o'q otdim. Mana o'ldirdim. Yana bo'lish kerak shu atroflarda. Yana yo'q, musiqa eshitilib. Musiqa aytishyapti-ku. Shuni aytyapman, xo'sh. Xo'sh, bu tentaklarni qanday poylasam, daraxt borda tegmaydi. Tegmayapti. Mana shuni o'tib ko'raman. Tegmayapti. Yo'q. Pastga tushib ketdim. Mayli, ahamiyati yo'q, ushamiz baribir ham. Ushaman, ke давай. Yo'q, ke. O'tgan orasi kirolish meni ham qo'lidan keladi. Yo'q, mana qayerdan o'z kelyapti. Xo'sh, ko'rsatib qo'yaman sizlarga mana. Qochyapsanmi, yaramas? Qoch. Yo'q. Hozir ko'rsatib qo'yaman, o'qib qoldik. Yaramas. Shuncha o'qim ketdi seni deb. Xo'sh, do'stlar, endi bazaga qaytishimiz kerak, meni xavotir olishmasin yana do'stlarim. Xo'sh, ketdik. Bu yerni ozgina tozaladik, lekin ana bu yerda yana skibidi. Yo'q. Tegmayapti, o'ylamadim, mayli ketdik. Bu karantindan chiqib olsak yaxshi ish bo'lardi. Balki yaqinda nima qilar. Lekin bizdan tashqari tirik qolganlar ham bor. Bu shahar tozalasakkina qaytib keladi qolganlar ham. Yo'q, qatdan ovoz eshitilyapti. Yana skibidis. Qatdan ovoz ham eshitilyapti. Mayli. Ketdik. Xo'sh, ketdik. Yana bolalar tepada turibdi. Menimcha tushib ketganimni ham bilishmadi. Xo'sh, ketdik. Tepaga. Xo'sh, chiqamiz. Yo'q, tushib ketyapman. Voy, bolalar, men chiqdim. Tushib ketdingmi? Qachon tushib ketding? Sezmadik ham, ko'rmadik ham. Yo'q, men tomdan yiqilib tushdim. Naryodan qo'ylayotgandim, yiqilib tushdim. Hech qayerga tegmadimi? Yo'q, tegmadi. Xo'sh. Yo'q. Ana yerda kameraman turibdi, mayli. Kameramenlar menga yordam beradi. Xo'sh, to'xta, o'qlab olay. Avtomatimni skar. Mana. Yaxshi o'qlab oldik. Endi hech qayerda yo'qmikan? Ko'raylik. Mana qayerdan ovoz kelyapti. Tegmayapti. Bitta do'ndiradigan avtomat bu yana. Tegmayapti, shunisi chatoq. Nazasini qo'yib tashlayman. Shuni ham ozgina ochish kerak. Tegmayapti. Yo'q. Mana shuni poylash kerak. Hozir ko'rsataman sizlarga. Yaramaslar. Hozir o'qlab olaylik mana.
Ha, ana chiqyapti. Ana bo'ldi. Uf, hech qayerda yo'qmikan? Hozir to'xta, snayper bilan ko'raylik, hech qayerda yo'qmi? Yo'q ekan.